13 razmerdagi diska balonlarımız aksiyada durgandan köpçülükni xabari bor. Komplektlar hali tugab qolmadi. Karmetaldan 2 komplekt, Vosindan hali bor. Qiziqqan mijozlarimiz uchun assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun ko'pchilik telefon tutdi. Ish kunimi yo'qmi deb. Ish kunimiz. Bu diska balonlar sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 16 razmerdagi Gentra tushadan diska balonimiz 3 million 900 ming so'm bahasi. Keyin Azara diska baloni bilan 4 milyon 500 ming so'm. Keyin Gentraga Impala diskasi 4 milyon. Keyin 22 razmerdagi diskamiz Tracker Captiva mashinalarına tushadi. Bahasi 1400. Bundan tashqari sizlar bilan bu diska balonlarni ko'rib chiqamiz. Narxlari zo'r bahada chiqib turibdi. Qiziqqan mijozlarimiz uchun bemalol dastak nomerlarga chiqishingiz mumkin. 17 razmerdagi Mercedes diskamiz tak 3 milyon 500 ming so'mga chiqadi. Balonlar ham zaxonli holatda. Bir baloni asimetrik protektor, 3 baloni elcha balonda qilingan. Keyin Mers Gentra tushadi 18 razmerda $350. BYD Son Plus diskasi komplekt baloni bilan olaman desangizlar $500. Yo'q, shtushni olaman desangizlar ham shtushni bo'lib beramiz. Diskasini o'zini olaman desangizlar 4 tanasi $400. Tak, keyin 16 razmerdagi Spark. Ondan tashqari Nexia 3 mashinalarına bo'ladigan diska balonimiz 3 milyon 800 ming so'm. Keyin Gentraga diskamiz 3 milyon 300 ming so'm. Gentra 17 razmerda. Keyin Tracker rodnoy baloni bilan holati zo'r holatda $450 balon diskasi. Keyin 16 razmerda Gentraga diska baloni bilan 2 milyon 800 ming so'm. Keyin Cobalt'a aksiya ko'rgan diskamiz 2 milyon 500 ming so'm diskasi baloni. Keyin BYD Son Plus Champion ham mashinalar haydaydigan mijozlarimiz uchun BMW X7 dizayn diskamiz holati zo'r holatda, balon ham hali toza holatda turibdi. Olaman desangizlar baloni diskasi $900 xarid etishlaringiz mumkin. To'liqroq ma'lumot uchun bizada bir dona pasport evazidan ham pullaringiz bo'lmasa, nasiya savdo asosida diska balon xarid etishlaringiz mumkin. Biz nomer qoldiramiz. Qiziqqan narsalar bo'lsa bemalol direktda yoki telefon orqali bog'lanishlaringiz mumkin.